Akalar, sizlar somo poyalaringni jodidan chiqarib charchab ketdilaringmi? Unda sizlar uchun bitta zo'r drabilka topib qo'ydim. Aka, bu drabilkalaringiz nima funksiyani bajaradi? Lekin aka, bu drabilkamiz universal hisoblanadi. Qo'l quruq tanlanmaydi. Qo'shmakkalarni yorma yoki un holatda keltirib beradi. Somonlarni qo'yga, molga universal qilib 3-4 sm qilib chiqarib beradi. Aha. Nimalar chiqaradi yana aka? Boshqa narsalar xohlagan don mahsulotlaringizni un yoki yorma holatda keltirib beradi. O'z liboy narsani chiqaraveradi. Aka, bu drabilkalar narxi qancha bo'lyapti o'zi? Bizga 6,5 kilovatliklarni 2,5 million qilib beryapmiz. Alyuminli 6,5 kilovatliklar 2 million 3 ming qilib beryapmiz. 4 kilovatli alyuminli motorlarda 1 million 900 ming so'm qilib beryapmiz. Akalar, bu yerda drabilkalardan tashqari qo'y uchun, mol uchun oxirlar, qo'yxonalar bor ekan va atalar uchun qozonlar bor ekan. 2 litrdan 1 tonnagacha bor ekan. Akamizni o'zi chiqarar ekan hamma narsani. Manzilini yaxshilayversa qolinglar. Bag'i Qumtepa Kruzdan kelishdan O'yinchada joylashgan, bag'i Oltiariq Oqtepadan kelishdan xuddi shu joyda joylashgan. Biroz uchun pastki nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar.